Bismillahirrohmanirrohim. Boshlayamizmi qanday? To'xtang, hozir 1 minut. Men gapirib olaverim, nima dey? Assalomu alaykum Buxoro jondor ahli. Ana oyoqchalarimiz, xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqyapti. Mana to'ylarga, marakalarga zakazlarni olaveramiz. Oling, mana tayda qolib ketdi, oling. Ha, ustiga qo'yiladi. Yo'q, dastavkamiz hozircha yo'q. Taksidan chiqarib turibmiz dastavkalarni. Dastavkalarni o'zingizdan qilib, chiroyli qilib. Yo'q, bismillah. Ana. Buni ko'ring mana. Sizlarga tavuk edi. Sizga tavuk edi, nima aytsa? Cho'g'lan. Mana oling. Yarim kilo oyoq chesdan bering. Akarachkami? 5 kilo. Akarachka 70 kilo. Hozir joylayman. Sizga akarachka o'lchak kelib yarim kilo akarachka. Tavuk ham o'lchaymi? Ana. Xudo xolasa rasta chiroyli chiqdi. Kelaverasizlar. Shunaqa chiroyli tavuqlarni Buxoro xalqiga, jondor xalqiga yetkazib beraveramiz. Tavuk otdelni beraman, tavuk otdelni.